uyingizga kamera qo'ydiraman deb o'g'rini kirgizib qo'ymang. Assalomu alaykum, ismim Ziyodilla, Sakin kompaniyasi asoschisi, direktor hisoblanman. Qo'riqlash tizimida 10 yillik tajribaga egaman. Hozir sizlarga bo'lib o'tgan shu 10 yillik tajribamda bitta holatni aytib o'taman. Bitta mijozimizni bizga aytib bergan, kamerachi uyiga chaqirtirgan, kamera qo'ydirgan. Bu mijozimiz juda ham boy inson bo'lgan. O'sha paytda kamerachi kelib uyga kamerani qo'yib bergan. Bu inson klientimizni kamerachiga iltimos qilgan. Mabodo ertaga noxush holat bo'lib, o'g'ri bu kimdir kirib qolsa, kamerani bazasini olib chiqib ketib qolsa, shuni zapas ikkinchi variantini ham qilib bergin, o'tga qo'yib bergin, bekitib qo'yib qo'yamiz degan. Shu bilan hop deyishgan. Ish bitgan, hamma narsa bo'lgan. Endi qadar shu inson o'g'riga bir payt o'g'ri tushgan. O'g'ri shu insonning uyidagi juda ham katta summani olib chiqib ketgan. Undan tashqari kameraning bazasini ham olib chiqib ketgan. Keyin haligi inson kelgan, ko'rgan, qaragan bo'lgan holatdan haligi zapas qo'yilgan kameraning bazasi esiga tushib qolgan. Keyin u bekitilgan bo'lgan, olishgan, qarashgan, kameraning bazasi ne ko'z bilan qarasinki turibdi, lekin ichidagi miyasi hardi yo'q. Shu bilan u inson juda ham jahli chiqqan, juda katta janjal bo'lgan. Ya'ni men bu gapim bilan nima demoqchiman sizlar? Ya'ni bizlarni mijozlar bizlarni chaqirganda ko'pincha narxiga, usta haqqiga talashasizlar, gap bo'lishi mumkin emas. Savdolash sunnat, lekin usta qanchalik tajribasi katta bo'lsa, shunchalik sizni muammoingizni oldindan xarajatsiz, kamroq xarajat bilan, ko'proq effekt bilan harakat qiladi xalqqa berishga. Shuning uchun uylarga boshqa ustalarni chaqirganda ham, ayniqsa qo'riqlash tizimi, bu qo'riqlash tizimi o'zini oti bilan qo'riqlash bo'ladi. Kirganidan keyin, chaqirganingizdan keyin bu uyingizni hamma joyini o'rganadi, ko'radi. Shuning uchun duch kelgan odamga ishonmanglar, tajribasi bor, tajribadan o'tgan insonlarga ishoninglar. Agar sizlarga ham xolisona har tarafini o'ylab, oldindan bilib, maslahat berib, ishlarni bitirib beradigan jamoat kompaniya kerak bo'lsa, bizga murojaat qilsanglar bo'ladi.